Sizningcha bu dunyoda qiz bo'lish osonmi? Hatto nafas olishga qo'yishmaydi. Yana klaustrofobikman deysiz. To'ydan oldin ota-onani, to'ydan keyin esa eringni qonun qoidalari bilan yasha. Keyin bola tug'ish kerak. Agar qiz bo'lsa, yana farzand ko'r. Nima qilibdi? 9 oy kutsang bo'ldi-ku, a? Orzularing, maqsadlaring o'z yo'lida ketaversin, shundaymi? Buning ustiga qayerga qarama, qayerga borma, erkaklar o'ljasini ko'zlagan yovvoyi hayvondek senga qarab turadi. Qaramaydiganlar esa gavjum joylarda qo'llarini yaxshigina ishlatishadi. Jozibali yoqimtoy quyoncha emish. Biz hayvonmizmi? Gaplarimni eshitasiz. Ko'zingizni olib qochmay menga qarang. Ko'chaga chiqsang ota-onang, "Qizim ko'chaga chiqyapsanmi?" Yigitlar qarashadi, "Uzunroq kiyin" deyshadi. Xo'sh, nima qilaylik? Popkorndek yorilib ketaylikmi? Endi esa yangi trend paydo bo'ldi. To'satdan kiyimsiz suratlar. Diqqat, jamoat e'loni. Aziz janoblar, biz qizlar sizning erkakligingizni tasvirlovchi suratlarga mutlaqo qiziqmaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda haqoratlashadi, qo'rqitishadi. Keyin esa nega blok qildingiz singlim? Muammoni kim chiqaryapti? Erkaklar. Kim bezorilik qilyapti? Erkaklar. Kim tegicholik qilyapti? Erkaklar. Lekin erkinlikni kim yo'qotadi? Biz ayollar. Shuning uchun ham yolg'on gapiramiz. Ha, kechasi uyimizdan yashirincha chiqib ketamiz, lekin bu biz buzuq ayolmiz degani emas. Biz ham siz kabi bu dunyoda bir marta yashaymiz.